Barselona muxlislariga bitta savol beraman. Nimaga biz bunchalik darajada qaysi o'yinchimiz ketsa ta'sirlanamiz? Ya'ni mana hozir Lewandowski ketyapti, Instagram Reels ko'ryapman. Lewandowski haqida videolar chiqyapti-da, meni yuragimda qanaqadir g'alati narsa paydo bo'lyapti. Lewandowski to'g'ri bu mavsumda yaxshi o'yna olmayapti. Ko'p vaziyatlarda umuman foydalana olmadi, lekin baribir biz Lewandowskini yaxshi ko'rardik. Nafaqat Lewandowskini, balki o'sha Dro Fernandes PSJga o'tib ketgan, hech qanaqasiga Barselonaning asosiy futbolchisi bo'lmagan, La Masiyadan endigina chiqqan futbolchiga biz qayg'urgandik va Barselonada qolishini aytgandik. Lekin u ketgandan keyin baribir bizda qanaqadir g'alati hissiyot o'tyapti. Menimcha shu bo'lsa kerak bir oila deyish. Ya'ni Meskuening klubning ma'nosi bu klubdan-da balandroq. Ya'ni Barselona bu bitta oddiygina klub emas. Barselona oila degani aynan shu bo'lsa kerak. Bizlarning oilamizdan qaysidir inson ketadigan bo'lsa, nafaqat futbolchilar, balki muxlislar ham anchagina qayg'urishini mana shunda bugun ko'rib olsanglar bo'ladi. Lewandowskiga kattakon rahmat aytamiz. Lewandowski biz bilan 3 yil bo'ldi va bu 3 yil uchun juda ham yaxshi narsalarni va yaxshi xotiralarni qoldirdi. Pashti 4 yil o'ynadi. Leva. Barcha Barselona muxlislarining yuragini tilib ketdi. Aşk mezara kadar sakın ha